Hozir bu yerda 3 ta Shavkat akadan tashqari 3 ta ishlaydi. Shuni ham Men yordamchi o'tirasan. Narsa olishga kelib o'tiribdi. Yanga ham siz ham shuni ham bu narsa. Narsa bering, ha? Menga shuni hisoblab bersangiz. Bu qancha narsa olaylik, Nargiz yo'qsiz. Mana uni kir bo'lsa, saqla oling. Bu qancha narsa olaylik. Aslida Shavkat aka o'zi o'tirib, o'zi savdo qilishiga yakka tartib. Hamma joyda shunaqa. Hamma joyda. Siz ko'chani tozalayinglar. Qayerdagi odamlar ko'rkinglar. Biz dokument pora bilan ishlayapmiz. Endi siz o'zingizga hamma o'zingizga javob bersangiz, jamiyatimiz yaxshi bo'ladi. Siz ham hammaga teng anaqa qilish kerak, odamlarga teng muomalaga bo'lish kerak. Ayog'ida dokumentni tekshirmay kelib turib, Bu yerda e'tibor bering, soliqchilar kirib kelgan paytida o'zi chek chiqarib bo'lingan. Ya'ni to'xtamishi bu chekni men bilaman. shu narsa xarid qilyapti. Birdan chek o'zi urib bo'lmasdan turib, ulgurmasdan turib u chiqib ketyapti. Chekni chiqarib qo'ygan, uni e'tibor qilmagan bular. O'sha paytda vaqt oralig'ini tekshirib ko'rsa bo'lardi-ku, yoki isbot qilib turib. Undan tashqari bu buyruqda ko'rsatilmagan tekshiruvlarni amalga oshirib, to'g'ri kelgan odamdan siz ishlayapsizmi, ishlamayapsizmi degan gaplarni qilyapti. Bu mana bu planshet ushlab turganiga e'tibor qiling. Bu video uzluksizligi kirishdan boshlab, ya'ni eshikda shu tadbirkorlik joyiga kirishdan boshlab uzluksiz video bilan ta'minlangan bo'lish kerak edi. Shunda xolisonaligi bilinib turgan bo'lardi. Mana bu yerda ichkariga kirib bo'lgandan keyin u To'xtameshevni To'raqulov degan chiqarib yuboryapti dagini. O'zlari keyin boyagi bayonnoma, protokol shu narsalarni tuzishni boshlayapti bular. Mana bu yerda savodsizligi, soliqchilarning savodsizligi ko'rinib turibdi. Bu yerda to'g'ri jarayon amalga oshirilmagan. Har bir hokim tadbirkor uchun bironta to'siq bo'lmasligi nuqtai nazardan nima qilish kerak? Tadbirkorga sharoit yaratish, ish joyi yaratish, natijada odamlarni ish bilan ta'minlash bilan birgalikda tekshirish emas, ko'mak, yordam beramiz degan murojaatni qabul qiladi. O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi raisi Sherzod Qutbiyev. Sizga men Samarqand viloyati Nurobod tumanidan yakka tadbirkor Shavkat Hayitov bo'laman. Murojaat qilyapmanki, shu Nurobod tumanining bir nechta noinsof soliqchilarni ustidan xizmat tekshiruvi o'tkazib, ularga chora ko'rishingizni so'rab, sizga video lavha tayyorladim. Voqea 2025-yil 26-mayda sanasida bo'lyapti. Ya'ni Nurobod tuman soliq qo'mitasining boshlig'ining birinchi o'rinbosari Sadullo Qozoqov buyruq beryapti va ikkita savodsiz deyishimga sababni ko'rsatib o'taman. Nima uchun savodsiz? Xo'p, Yusupov Suyun Xushboqovich, Mallayev Sanjar Saidkamolovich degan inspeksiya xodimlari, ya'ni bizning do'konimizga, yakka tadbirkorlik bilan faoliyat qiladigan do'konimizga kelib, bu yerda bir xoin, ya'ni butun bir mana shu Nurobod boshqa magazinlarga ham kirib chiqib, bularni biz zakaznoy odamida bu odam. Bu xalqning la'natiga uchrasin, xoin desam bo'ladi. To'xtameshev To'raqulov degan bir yoshi bir menimcha 60dan oshib qolgan odam kelyapti dagini, bitta fant olyapti, keyin morojno olaman deyapti-da, yugurib chiqib ketyapti. Vaziyat shunday bo'lgan, buni ham hozir videoda tashlab beraman. Yugurib chiqib ketyapti. Bular orqada endi zakaznoy o'zi ko'rib turibmiz. Olis masofada videolarimiz ham ko'rinadi-da. Shapa bu ikkovi kirib kelyapti. Mana shu do'konga kirib, как bitta bir o'g'rini ushlab olgandek, mana chek bermadingiz, hozir mana chiqib ketgan odam sizdan bir fantami xarid qildi. Shu xarid qilganingizga siz chek berishingiz kerak edi deb, bularni birdan siquvga boyagi
bayonnoma nimalarni rasmiylashtirib boshlayapti. Va bu yerda chek chiqarilgan doli sekundlar orasida u odam birdan yugurib chiqib ketgan-ku. Chek bor, mana chek. Mana chek 12 xo'p 50 necha 57 da. Bir 10 sekund oraliq mananda farq. Ya'ni shunday chiqyapti, u bu oraliqda o'zi ulgurmaysiz hamda. O'zi ba'zi hollar bo'ladi. Ba'zi hollarda даже tadbirkorlar ulgurmaydi. Ya'ni shunday chiqaraman deysiz-ku kassa apparatdan. Chiqaraman deganingizda ba'zi paytda nima ishlamay qoladi. Nima deydi? Internet ishlamay qoladi. Endi uni chiqaraman deguncha terasiz, sonda terasiz, vaqt ketadimi? Tadbirkorlarga juda ham noqulay bo'lgan holatda bu. Endi bu noinsof xoin shunaqa odamlar, sizlarga la'nat bo'lsin. Topayotgan pullaring, mollaringni yedirayotgan, nevarangni yediryapsanmi? Sen bu harom, sizlarga bu yuqmasin, bu la'nat bo'lsin. Alloh sizlarga jazo bersin. Men shunday deyman, sababiki bu bitta men emas. Butun mana shu yerda qonni ichyapsizlar-da. Mana bu tadbirkor deganda bu umumiy olganda bu xalqni, bu ham xalqda bu. O'zini ish bilan ta'minlayapti, bir qancha ishlar ta'minlab turibdi. Tadbirkorlar ham juda qiyinchilik bilan bo'lsa ham mana shu o'zgarishlarga, har xil soliqdan katta soliqlarga chidash berib, ba'zir kunni ko'rib, harakat qilib shu darajaga yetib kelyapti-da. Lekin sizlar shunday bir qayerdandir kelyapsan, xoinlar sizlar. Shunday kelyapsanda, chunki osonda sizlarga bu tadbirkorlik joylari, mana bu magazinlar ochiqcha turibdi-da. Bu yerga kirasan, nomi yozilgan. Buni tushirish oson sizlarga. Bu tushiryapsizlar-dagina, bunning orqasidan 20% soliqchilar ham zo'r hozir bunaqa bir ishlab qo'ydi. O'zicha 20% pulni olyapsan, masalan 5 million ishtirab qo'ysa, bu degani 20% 1 million kistonga o'rayapsan. Lekin shu pul yuqmaydi. Shu pul seni umring mana shu dunyoda ham, chunki bu zulmda, zulmdiki ikki dunyoda ham jazosini olasan. Ikki dunyoda ham. Shuni bilib qo'yinglar. Soliqching bo'lasanmi, boshqang bo'lasanmi, ikki dunyoda shu zulming uchun jazongni olasan. Ya farzandingdan ya o'zing xarob xor bo'lib o'lasan, aytib qo'ying. Mana shunda esingdan chiqarma. Endi o'zingcha juda zo'r ish qildim deb o'ylayapsan-da. Kelding, boyagi chek bilan chek bermadi deb ushlab beryapsan. Bu yerda 5 million ishtirokdan 1 million kistonga o'rayapsan. Mazza qilib yuribsan-da o'zingcha. Tekinda boyagi bir ishlamay shunaqa chaqimchilik bilan shunaqa bir Sovet davrida ham bo'lganda, qatag'onlik qilganlar ham o'zi senga o'xshagan xarob xoinlar, haromxo'rlar bo'lgan. Ana shular ham haromlar bo'lgan. Sovet davrida qancha bizni xalqimizni qonni ichganlar. Shularni qatorida tuzasan sen ham. Bu odamni yaxshilab tanib qo'yinglar, to'xtamish Turaqul. Shu kuni biz zakoznaga ishlaydigan odam bu. Butun mana Nurobodda nechta magazin bo'lsa, shunday kirib chiqadi, tap-tap soliq orqasidan boryapti. Bu narsani boyagi odam zakoznay qilib hammani tushirib berib yuribdi. Bu kuningdan o'lganing ma'qul. Shunday kelgan so'ragim mendan, shu pul kerak ekan senga. Chunki o'zingdan qopsan ekan. Sen juda ham zo'r bo'lsang, qancha xalqning pulini yeyotgan joylar bor. Qancha xalqqa zarar berib katta qancha odamlar bu pul bilan noqonuniy ishlar qilayotganlar bor. Bu oddiy tadbirkor kuching shunga yetadi, sizlardagi soliqchilar ham kuchlari shunga yetadi-da. Kichkina joylarda kelyapsan, bosyapsan. Eng yomoni bu yerda sizlarga mana aytayapman. Nima uchun savodsiz deyapman sizlarga? Mana bu yerda Xushvaqtov degani bor, Mallayev deganlaring bor-ku, mana shu sizlarni men soliqchilarni men savodsiz deyapman. Savodsizsan yoki o'ta mug'ombirsan. Nima uchun? Sizlar kelishda bu yerda 157-modda borda, adashmasam 157-moddada ko'rsatilgan. Soliq tekshiruvlari qanday amalga oshiriladi? Buni tadbirkorlar, sizlar bilib qo'yinglar, iltimos. Hech qachon bu bo'ldi deb ketavermanglar. Bu xoinlar, bu agar bo'ldi deb ketaversak, to'lab qo'yaversak, boyagina endi bu bitta endi shunday bo'lib qoldi-da deb turib, o'zimizni aybdor sanamanglar sizlar. Biz nima uchun aybdormiz? Biz mana shu yurtda ozmi ko'pmi qo'limizdan kelgancha mana foydamiz tegib turibdi-da.
soliqlarni o'z vaqtida topshirib turibmiz. Katta narsa, soliq berishni o'zi hozirgi paytda katta xarajatli narsalar. Yer masala, yer solig'i bormi, mulk solig'i bormi, undan tashqari sanab ketaversangiz, soliq o'zi qanaqa vujvat qilyapti, ya'ni tirik qolyapti shu tadbirkor. Shunga o'zi bir ofarin desangiz bo'ladi-da. Tadbirkorga barakalla desangiz bo'ladi-da. Kecha kunduzdan bilmaydi. Odamlar 8 soat ishlasa, mayli, ularga ham ish oson emas. Men ularni yomon demayapman. Tadbirkorlar shu ertalab 8 dan kelib 12 gacha ishlaydiganlari bor, 11 gacha ishlaydiganlari bor. Juda bir nagruzkali narsa bu. Nagruzkali ish. Shunga yarasha toparam. Lekin soliq va shu o'yib yuboryapti. Mana shu tadbirkorlarni qonun ishlayapti desak bo'ladi. Sizlar soliqchilar bu yerda mana shu ikkita xodimning xatosi nima? 152-moddada soliqni tekshirishning o'zi ko'rsatilgan vazifalari bor-da, ko'rsatib qo'yibdi. Qanday tekshirishni amalga oshirish kerak? Ya'ni soliqchi avvalambor sizda bir jalba tushsa, o'sha joyda bir noqonuniy ish bo'layotganligi ma'lum bo'lsa, avvalambor o'sha joydan buyruq chiqaradi. Buyruq chiqarilganga qarab sizni ogohlantirish berish kerak. Bu berilmaydi. Bunaqa narsa hozir bular qilmaydi ham uni. Sizni chunki ushlab topsa, boyagi jarimaga tortsa, bu manfaatda bularga manfaat, ularga pul tushadi. Shuning uchun bular to'g'ri kirib kelyapti. Xatolik bitta kirgandan bularda nima bo'lish kerak? Qanday amalga oshirish kerak? Bir tadbirkorlik ishlab turgan joyiga kirib boryaptimi? Xolis ikkita guvoh bo'lish kerak u joyda tekshirish uchun. Yoki xolis ikkita guvoh bo'lmasa, o'sha planshetda to'liq shu planshet bilan ichkariga uzluksiz video tasvirni amalga oshirish kerak. Ko'pchiligimiz mana shunga e'tibor qilmaymiz-da. Xolis ikkita guvoh esingizda bo'lsin. Va bitta planshet. Planshetda agar planshetni o'zida faqat tekshirish amalga oshirayotgan bo'lsa, kirib kelishdan boshlab boyagi odamni to'xtatdi, to'xtang dedi. Agar ma'noda shu odam haqiqatan ham bir chek berilmaslik holati bo'yicha chiqib ketayotgan bo'lsa, soliq o'sha odamni to'xtatib, nima bo'ldi, chek bermadi, yuring qani, shab keldi. Planshet bilan birga kelib, shu do'konga kelib, to'liq uzluksiz oxirigacha video jarayonni amalga oshirish kerak. Video tasvirda amalga oshirish kerak. Bilasizmi? Bundan tashqari bu bir, ikkinchisidan keldi shu o'sha buyruqda ko'rsatilgan, qarorda ko'rsatilgan nima shartlarni amalga oshirish kerak. U undan chetga chiqish kerak emas. Kelyapti, video tasvirda bor. Bir sharmandachilikda kelyapti. Mana turgan bitta nima bo'lsa, oluvchi xaridor bo'lsa, siz ishlayapsizmi? Siz ishlayapsiz. Bunisiga so'rayapti. Bu, ha, 3 ta bormi, 4 ta. O'zi bilmaydi nima deyotganini. 3 ta bular ham ishlayapti. Mana shuncha odam ishlayapti ekan. Sen nima qayerdan olib gapiryapsan bu? Bu bo'xum narsa bu nima deydi bu? Qanaqa narsa bu? Bo'xum. Sen aniq isbot talab qilmaydigan narsani sen bu yerda ko'rsatilmagan. Xodimlar soni haqida umuman tekshirish o'tkazish emas. Bu yerda chek borasida tekshiruv o'tkazilyaptimi? Shu bo'yicha ishingni amalga oshirishing keraksan. Noinsof. Bundan tashqari prezident mana shuncha aytib o'tiribdi. Men prezident ko'p mana ma'ruzalar qilyapti-da, tadbirkor men odamim, tadbirkorlarni quvvatlaylik, u ham bilib o'tiribdi. Bechora nima qilsin? Shu tadbirkorlik qo'llasa, haqiqatan shu rivojlanamizda. Ya'ni 5 ta ishchi olaman, kimdir 2 ta ishchi oladi, ishda shu asosiy qanchalik bir rivojlanaversak, u ham 2 ta ishda qilaversak, ular ham ko'tariladi. Mana ishchilar ham, ular ham mana ish o'rganyapti, erta ular ham do'kon ochadi. Qiziqish yana ham kuchayaveradi. Mana deydi, yaxshi topyapti. Mana moshim oldi, boshqa qildi. Ikkinchi odam u bunda ishlagan odam ish turganini oldi, ikkinchi do'konni ochadi. Bu bilan birga jamiyat o'zi va kambag'alchilik sekin-sekin o'z-o'zidan yo'qolib boraveradi. O'z-o'zidan yo'qolib boraveradi. Tabiiy jarayonga qo'yib beringlar, sizlarda ishlaring nima qilyapsizlar? Sizlar odamlarni qayrab qo'yibsizlar-da. Kishbigo deyapsan. Mayli, kishbig ham o'zingga uni rag'batlantiryapsan-da. Lekin shu kishbig olayapsan, boshqa qilyapsan, kelib turib mana bunaqa odamlar kelib turib jarimaga tortirib ketyapti. Chaqimchini ko'paytiryapsan, xoinni ko'paytiryapsan. Samasud, jinoyat qilib bortiryapsiz, odamlar bir-biriga qarshi qilib o'rgatyapsizlar-da. Uni o'rniga sizlar soliqchilar qanday bo'lish kerak? Soliqchilar sizlar tadbirkorlarni do'st bilishlaring kerak birinchi o'rinda. Chunki ular sizlarga davlat uchun soliq to'lab turibdi. To'g'rimi? Soliq olayapsizlar, soliqdan sizlar ham oila, bola chaqangni boqyapsan, manfaatdorsizlar.
Davlatga bizlar ochiq bir qochib ketadigan bir u yoqdan bu yoqqa sudrab yurgan yuk emas. Bizni oddiy mana shu do'konimiz nomi yozilgan ko'rinib turibdi. Nomi aniq, joy aniq. Bu yerdan tushum, постоянно tushum bor. Davlatga yaxshi-ku. Ana endi sizlar hozir bu turishda buni yopding ham deydi. Mana ishtirokka uraverasan, bechora ba'zi bir joylarni bilaman-da, menga mana bir nechtasi kelib qoladi-da. Yig'lab keldi bugun bittasi. Ha desam, meni dedi shetib dedi 5 millionga tushirib ketdi. Men aytdim, siz dedim 5 million sizga qiyin bo'ldi, meni bir bilish uchun aytyapman. Bu bechora yig'lagidek bo'lyapti. O'zi 5 million tovarim chiqmaydi deydi. 5 million ishtirok ko'rdi deyapti. Yopaman deydi, nima qilay deydi. Qo'rqib qolganda, men aytyapman, siz borib soliq ayting, mana tovarimni bir hisoblab ko'ring, bu qani bu, shuncha tovar chiqadimi deb aytmadingizmi desam, borganim bilan hal bo'lmaydi, soliq inobatga olmaydi deyapti. To'g'ri aytyapti. Sizlarga qancha hozir mana bu yozyapman-ku, xalq eshitlar, xalq bu podpiska like bosib bizlardan iltimos tarqatishga bir yordam qilingizlar, shu bir yetib borsin. Yetib bormasa ham Alloh biladi-ku, bizni qilayotgan ishimizni, to'g'rimi? Hech bo'lmaganda siz azizlar bilyapsizlar-ku, nimaga gapligini. Ha? Bunga loqayd bo'lishimiz kerak emas-da. Tadbirkorlarni qancha tadbirkorlarimizni qiynab kelayotgan masalalardan biri-da bu. Shu u endi bechora 5 million chiqmaydigan tovariga kelganda nayinsab bayagi xoin, haromi deyman, shunaqa odamlarni kelib turib shuni tushirib beryapti soliqqa. Endi mana bozorlarga e'tibor qiling-da. Mana Nurobodda ham shanba bozor bor, payshanba bor, juma bozor, chorshanbada bash ketaveramiz. Ko'pchilik e'tibor qilsangiz, mana shu tadbirkorlarning ko'pchiligi yig'ishtirgan. Mana shu do'konda savdo qilish yig'ishtirganlari bor-da. Bir xilidan so'raganman-da, nimaga bunday qildingiz desam, aka dedi, boramiz dedi, 3 kishiga, 4 kishiga masalan bir kelishib ishlasak bo'ladi, soliqchilarman dedi. Qishloqda soliqchisi endi balkim shunday ishlayotgandir. Lekin eng asosiy mana bizlar beradigan soliqdan bir 5 barobar kam soliq to'laydi. Hatto soliq bermay ham ishlash imkoni bor ularga. Ikkinchidan mana buyoqqa tushiradigan xoinlar bo'lmaydi. Kassa apparat so'ralmaydi, chek apparat so'ralmaydi masalanda. Shunaqa narsalar yo'q, to'la yo'q. Bilasizlarmi? Asta-sekin biz nima? Bizni maqsadlaring, soliqchilar, bizni maqsadlaring ibtidoiy jamoat tizimiga tiqmoqchimisizlar sizlar? Statsionar joyda hamma narsa tartibda bo'lsa, bu sizlarga bitta soliq emas bu yerda. To'king ich barobar to'layotgan bo'lsa, nima tadbirkor, to'g'rimi? Yer solig'ini necha barobar oshiradi? Har yil oshirib kelyapsan. Bu chekinga bormi? Mana chekdan tushgan so'm bo'ladimi? Kassa apparatlar mana hammasi to'lovda. Kassa apparatda men eshitganman, qo'rqmasdan aytaman. Kimdir o'sha yerda shunga egalik qilib o'tiribdi. Ministrlardan biri deyapti. Ministrlardan biri. Endi buni ham endi balkim noto'g'ri gapirayotgandirman, chunki siz xalq juda ham zo'r biladi buni. Kimligini ham bilar balkim. Menga aytdi, kassa apparat olayotgandim 90 mingmi qanchadir dedi, oyma-oy to'lovi bor dedi. Men aytdim, bu kassa apparatni olsak necha milliongadir. Yana buni har oyiga to'lasak nimasiga to'laymiz? Bir sotib oldik, bo'ldi-ku deyapman. Bu yog'i soliq olsa, bu yog'i bankda o'zi 1% mi qancha foiz olib qolsa. Bu nimasi endi desam, aka dedi, sekinroq gapiring dedi buni dedi. Sekinroq gapiring dedi. Men aytdim, nimaga sekinroq gapiraman desam, dedi, yuqoridagi dedi. Prezident odamlaridan dedi. Hayron qoldim, prezident odami. Endi to'g'ri bo'lmagan narsaga men ham to'g'ri deya olmayman. Endi baribir tepadan bo'layapti-da bu narsa. Chunki bizlar xalq bunga norozichilik bildirgan bilan hal bo'lmayapti-da. Oddiy shu viloyat miqyosida bo'lsa, bu narsa menimcha birdan hal bo'lib ketgan bo'lardi. Buni kommentariy fikrlarda bir aytingizlar qani, balkim xalq bilar buni. Kim buning egasi? Mana shuning uchun tadbirkorga bosim juda katta. Sizlar bunaqa tadbirkorni yo'qotishdan manfaatdor emassizlar. Ey soliqchilar. Sizlar shu tadbirkor bormi, shu ishlab chiqaruvchi bormi, boshqa bormi, shular orqali shu soliq shu sushsovat qilib turibdi-da, ruschasiga endi o'zbekchasiga shu ishlab turibsizlar-da.
yer soliq olyapsan, boshqa olyapsan, asosiy shu pul to'lovchilar shular. Asosan. Endi bu quduq ham olmoqchisan, bir olayotgandirsan ham, mana yerga endi bu oddiy qishloqning yeri ham qolmayapti. Mayli, hamma joyda tortinglar. Birran joy qolmasin. Shu bitta havo qoldi-da, havoga ham bitta tortinglar shuni. Havoni ham soliqqa tortinglar, ey, insoflar. Bunaqa soliq bu ko'pchilik juda bir aqllisan-da. Mana bu o'tirib olasan, boya deputatlarga qay endi bu xalq ishonchimiz so'lib boryapti. 4-5 ta o'zi ishonchli deputat qoldi, qolganiga men o'zi xalqqa ishonmay qoldi. Qirri va'dani berasan, bir sim xalqqa foydam yo'q-da. Sizlarni xalq sayladimi? Xalqqa yordamlaring tegmasa, balo bormi shu yoqda kresloda o'tirib olib televizorga ko'rinib juda bir chiroyli, shunday chiroyli kiyinib olib turib, bir gapingni katta gapirib berasan. O'tdi bir juda bir zo'r ish qilib qo'yganday. Eski tos eski olmam, nima o'zgardi? Aytishlari mumkin, bu yer ko'gardi. Ko'gargani 21-asrga kirib bo'ldik. Boshqa joylar ham rivojlanishda davom etyapti, rivojlanmay o'laylikmi endi? To'g'ri, prezidentimizga rahmat aytamiz. Ancha oldingidan o'zgarishlar ko'p qildi. Lekin korrupsiya hali ham juda yuqori ketyapti-ku. Korrupsiya juda kuchli hozir bizda. Buni kim ta'qib etadi, kim buni to'xtatadi buni korrupsiyani? Bitta prezidentga yomonlaymi, prezident prezidentni o'zi hech narsa qila olmaydi. Prezident o'zi hammaga qaray olmaydi. Sizlarni shu ishonib shu Sherzod Xutbiyev sizlarni ishonib shu yerga qo'yib qo'ydimi? Sizlar xalqqa dushman bo'lmanglar, xalqqa dushmanlik qilmanglar sizlar. Xalqning la'nati juda yomon narsa. Men bu dunyoda juda ko'pni ko'rdim. La'nat og'inlar juda ko'pini ko'rdim. Mana hozir qarib, xor bo'lganlarni ko'rib o'tiribman-da. Men aytib beraman, kim bilmaydi, beda aytmayin. Xor bo'lganlarni ko'rdim. Xor bo'lganlar hozir ham ko'rib turibman. U erta bolangga boshqa uradi. O'tgan safar mana Sadulla Qozoqov degani bor, mana zam soliqchi. Bunga aka bu yerda zulm bo'lyapti. Zulm qilmas kerak. Tadbirkorlar bilan yondashib ishlasangiz, tadbirkorga ham sal qo'llab-quvvatlash kerak desam, meni boyagi dindorga chiqarishga harakat qilyapti. Zulm deyapsiz, nima demoqchisiz? Zulm nima u? Qayerdan o'qigansiz? Palonpistonga olib boryapti. Men aytayapman, yaxshi ham shu milliy xavfsizlik yoki bo'lmasam boyagi terrorizmga qarshi kurash bo'libida ishlamaydi ekan bu odam. Xullas, mana shunaqa tekshiruvlar o'tkazyapti bular. Keyin shu jarayonda bularning xatolari shundan iboratki, chek berilyapti. O'sha kuni chek magazindan, do'kondan chek berilgandan keyin bu inobatga olinmayapti. Uzluksiz video yo'q-ku. Keyin men respublika prezident qoshidagi tadbirkorlar palatasi ombudsmani degan joyga telefon qildim. 2-3 martalab telefon qildim. Men aytdimki, shunday vaziyat. Qani sizlar tadbirkorlarni qanday qo'llab-quvvatlaysizlar? Ombudsman. Sizlar mana bir tashkilotda endi ular ham yuridik tashkilot. Shu bitta telefon qilsam birdan tushdi. Men aytdim, bu yaxshi ekan-ku, ko'pchilik va joylarga telefon qilib tushunmaysiz-ku. Bir tushda tushyapti. Qoyil dedim. Bu nimaga bir tushda desam, unda ochirit yo'q, navbat yo'q. Nima uchun navbat yo'q? Chunki xalq u tashkilotdan hafsalasi bir bo'lgan, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlaydigan tashkilot emas u. Men keyin unga aytayapman, shunday vaziyat bo'ldi. Mana chek deyapman. Chek olingani bor. Menga uzluksiz video bilan tasvirga olganini isbotini shu vaqtga to'g'rilab, mana shu paytda olingan videoni ko'rsatib ber deyapman. Ko'rsatib bera olmayapti. Mana shuni isbot qilib turibman. Shu bo'yicha menga amaliy yordam berasizlarmi, ko'mak berasizlarmi desam, ha dedi, sudga dedi, nima ariza kiritasiz. Ha nima tashkilotga borasiz, palon tashkilotga borasiz. Baraka topkunlar. Ombudsman sizlarni tadbirkorlarga yordam beruvchi tashkilot sifatida qo'ydi. Ya'ni bir yordam qiladi deb prezident qo'ydi-da sizlarni. Sizlar menga qayerga borishimni aytyapsan. Uni yosh bola ham biladi, qayerga borib murojaat qilish kerakligini. U hal bo'lmasa, meni sizlar qo'llab-quvvatlanmasang, tadbirkorlik qo'llab-quvvatlamasalaring, nima kerak bunaqa tashkilotning borligidan nima manfaat tadbirkorga? Xullas, gapiraversangiz gap ko'pda. Keyin bu endi boyagi masalaga qaytamiz. Soliqchilar chaqiryapti. Bir
shu mana bu bayonnoma tuzib, shu kuni protokol nimalar tuzib ketyapti. Mana bir qog'oz qilib turib, bu xoin to'xtamishib To'raqil bo'g'imidan mana yerda dalolatnoma tuzyapti. Savodsizlarcha tuzilgan, bu yerda familiyalar ham boyagi motori, bog'dan kirib, tog'dan kelib shunday qilgan. Keyin bu yerda boyagilarni isbot qilmay ketyapti-da, keyin men aytyapman, uzluksizlik video tasviringni bir ko'raylik. Endi bir 2 kundan keyin, 3 kundan keyin chaqiryapti-da, u yerda bir oddiy sog'liqda buni tadbirkorlar mana tushib qilgandan keyin chaqirib, o'zida bitta sudga o'xshagan bir majlischa qiladi. Shu yerda isbot qila olsangiz, sizni oqlab chiqarish kerak. Agar ularda xatolik bo'lsa, ular aytish kerak. Bo'lmasam, menda xatolik bo'lsa, ular meni aytish kerak. Mana shu xatolingiz bor, shuning uchun mana shu narsani shunday qilib chiqardik. Bayonnoma buni protokol shunaqa chiqdi deb bo'ynimga qo'ya olish kerak. Shunda men ham rozi bo'laman degan, to'lovdan amalga oshiraman. To'lovdan mana shu jarimadan endi ilojimiz qancha? Agar ular haq bo'lsa, men roziman. Men roziman. Haqiqatan chekni o'z vaqtida mana buni chiqara olmagan bo'lsam, chekni vaqtida bera olmagan bo'lsam, mayli, o'yda tashlab chiqib ketsa ham, men aybim ekan, to'xtang, aka deb bera olmabman ham deylik. Orqasidan yugurib borib, aka to'xtang deb balkim qila olmay qolgan bo'lgan taqdirda ham endi ulardan so'rayapman. Majlis boshlandi, ularning o'zining yuristi bor, kelib o'tiryapti. Mangar ketyapti. Mana bu Qozoq Sadulla, bu yoqda boyagi nima? Suyin degan inspektor, bu yerda yuristi. Keyin kelyapti, men aytayapman, mana chek. Xo'p, birinchidan uzluksizlik, video uzluksizlik qilmagansizlar. Chekni qani, mana shu 12:57 da agar shu mana bu chek bermaganligi aniq bo'lgan bo'lsa, sizlar 20 da deyapsan, 12:20, 12:30 deyapsan. Shuni mana bu planshetingda ko'rsatgani, mana shu holatda shunday uzluksiz bording, 12:50 masalan 50 bo'lsin, yo 20 bo'lsin. Shu vaqtda bu boyagi fontani olib ketdi. 12 ming so'm fonta. Shuni mana shunday oldi va shu payti chek bermadi. Ko'rib turadi-ku, planshetga olgan payting. Yo'q. Oson-ku isbotlash. Men aytib, shu payti ko'rsat, men roziman deyapman. Chunki meni xotinim o'tirgan-da u yerda. Shuni deyapman, isbot shunday ko'rsat deyapman, men roziman agar dedim. Mayli, nima bo'lsa dedim, o'zimga deyapman. Bular u yoqqa aylantiradi, bu yoqqa aylantiradi, boya suyini dovdiraydi, boya suyin degan dovdiraydi. Ya qasddan dovdiraydi bu odam. Ya savodsiz. Mallayev shu mana bu Mallayev degan yo'q bu. 1-2 kundan keyin bu bansaga yotib qoldi. Bilmayman. Men endi hozir bu o'yab qilaverdim. Boyagini so'raverdim-ku planshetda. Planshetda qani ko'rsatib beringlar. Bo'lmasa bunga qo'l qo'ya olmayman. Bu majlislaringda bu o'tni hisoblamayman. Men uchun bu nohaqlik bo'ladi desam, ha bormi deydi, shu deydi, boyagi odam deydi, shu paytiga deydi qo'l qo'yib berganmi, shu aytgan managa qog'ozda 12 nechi deganda, endi 12 nechi degan, hozir 12:20 deganmi? Xo'p. Bu yerga vaqtini ham yozmabdi bular, ana savodsizlar bular. Shu 12:30 da bo'lganmi endi nechida agar qo'ygan bo'lsa, shuning yozmasi bilan bu ish o'tib ketaverar ekanda. Bu demak o'ylab ko'ring, podstava-da bu. Ya'ni qasddan birov yollayapti, uni aytgani bilan ish ko'rilaversa. Bu qayerdan chiqqan bu gap bu, qarang. 12:20 da keldim deb beryapti. Masalan, 12:20 da kirdim desa, uni aytgani bo'larmish-da, bizni mana bu chek, davlat ro'yxatidan o'tadigan chekimiz 12:50 ga o'tmas ekan bu. Bu dedi mana bu qanaqa bir ko'zbo'yamachilik bu. Endi noinsof ekansizlar sizlar. Bilasizlarmi? Shuning uchun avvallar tadbirkorlarga aytaman, shu bu narsani shunday qoldirib bo'lmaydi. Butun bu jonga tegdi. Endi xalqni qayrayapti televizorda kishbik oling, provokatsiya juda kuchli-da. Mana shunday borasiz, tadbirkorlar boyagi davlatga beradigan pulni yashiryapti, falon qilyapti degan gaplarni juda zo'r provokatsiya bilan amalga oshiradi-da bular. Lekin bu yerda bitta narsani, yana bir narsani e'tibor qiling. Sherzod Qutbiyev, sizga bir narsani aytib qo'ying. Biz mana shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan xalq yoki bo'lmoqchi bo'layotgan xalq o'zi buni xohlamaydi. Tadbirkor bo'lishni ko'pchilik o'zi ilojsizlikdan qiladi, yo'qmasam shu oldindan holat yuritib kelayotganligi uchun qiladi. Ko'pchilik mana shu yurtda o'zi tadbirkor qilishni xohlamaydi. Boshlashga qo'rqib qolgan. Bu yerda mana hozir naqd pul tushum o'zi bu tabiiy jarayon bo'lardi. Qachonki tizimlaring to'g'ri bo'lganda. Tizim nimaga noto'g'ri? Mana biz aytaman senga.
Mana hozir naqd pulga savdo qilganda nima o'zgaradi? Naqd pulda bemalol ishlat olasiz. Xohlagan joyga borasiz, bozorga bormay ko'chada hamma joy bozor bo'lib ketdi. Ko'cha, shanba bozori ham boshqasi ham ko'chada bemalol naqd pulga. Bu yerda kassa aparat yo'q-ku. Chek kassa aparat hech kim so'ramaydi. O'yinda tushibroq beradi. 5-10 minglik narsani 8 mingga bera oladi. Tushib berish imkoni bor, ham arzon sotiladi. Chunki soliq ajralmayapti-ku ular, soliq ajralmayapti. Endi tadbirkor u narsani u ham shu bozor bilan raqobatda-ku. U ham ertaga bankrot bo'lib ketishini xohlamaydi. U ham hech bo'lmaganda shu 8 so'm qilishni xohlaydi. 8 so'm bo'lsa, bu yoqdan ham ketaveradi, bankrot bo'lib ketmaydi. Shuning uchun bu naqd pul tushumini tushirishga harakat qiladi. Sababi soliqni o'zi buni uyib beradi. Soliq katta summa olib qo'yapti. Kassa apparatga tushayotgan pul bankka boradi. 1% olayapti. Banklar 1% oladimi? 1% ketyapti bankka. Undan tashqari har bir tushganda yana soliq undirasizlar. Uni xodim deydi. Bu yerda xodimlarga addinni haq. To'g'rimi? Aborotdan olasan. Aylanma deymizmi? Endi mulk, yer hammasi endi bu qo'shilib juda katta summa chiqib ketadi. Juda katta. Ana shu endi kassa apparatga pul tushdi ham deylik. Mayli biz qonuniy ishlar, tadbirkorlar qonuniy ishladi. Katta muammo nimada? Eng katta muammo, mana men sizga aytyapman. Shunday bankka tashlaymiz pulni. Deylik 10 million pul tashladik. Kassaga o'rdan chek chiqarib boshqa 10 million pul turibdi. Endi shu pulni falon joydan, piston joydan masalan tovar bor, firmaga ko'chirmoqchi bo'lsak, birinchidan naqd pul yo'q. Naqd pulni hayotda qaytarib bermaydi. Naqd pul bermaydi, banklar yo'q, ola olmaysiz. Navbatlab umringiz o'tib ketadi. Kerak emas u narsa. Endi birosta ko'chirishni o'zi qanchalik daxmaza. Bu chet ellarda bunaqa narsa yo'q. Shuni o'zingizni turgan mulkingiz faqat sizni mana bu yerda parolingiz orqali ko'chirib beraverasiz. Tap ketdi. Falon joyga, piston joyga. Juda tez amalga oshira olasiz. Bunda ham juda katta nuqsonlar bor. Naqd pul ola olmaysiz, ko'chirishda muammolar bo'ladi. Pul yo'q deydi, keyin boyaga svez bo'lmay qoladi, vaqt ko'p olib qo'yadi. Keyin qaraysiz bu boshqora narsada, o'zi bu yoqqa qancha ishingiz bor o'zi, bu ulgurmaysiz. Yana bu yerda siz unga addin yana boshqaroqqa buni hisob kitobini qilib bir joyga o'tkazib kalla qotirishingiz kerak. Naqd pulda oson tarafi, naqd pul bor, tab mana qancha 20 millionlik, menga 20 million bo'ldi, ketdi. Ya 10 million tovar oldingiz. Shuning uchun ham naqd pulga intiladi. Chunki bank tizimlari umuman ishlamaydi. Tuzul ishlamaydi. Tuzuli emas, umuman ishlamaydi. Bankka bir borib ko'ring. O'zi navbatni ko'rib, men bankda turgan ochiribni ko'rib, navbatni ko'rib o'zi asabingiz buziladi. Shuning uchun tadbirkorlarni qonunni tushdi. Bu tadbirkorlar bu ham xalq. Bu shu xalqdan chiqqan. Ana shu tadbirkorlar atrofida qancha mana asosiy shu tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'layotganlar bor, ishchilar bor, xizmatchilar bor shu tadbirkor atrofida. Katta qismini egallaydi. Bular sizlar bunaqa tadbirkorlik qisishtiruvsalaring, yo'qotuvsalaring, sizlar nima kimdi bu xalqni sizlar ertaga shu odamlarni chet ellarda mardikor bo'lishini xohlayapsizlarmi? Nimaga bunchalik juda jo'ski bir yopishib oldilaring? Boshqa nima sizlarda boshqa ish yo'qmi sizlarda, ha? Shu tadbirkor yo'qotishdan nima manfaat sizlarga? Nima manfaat? Shuning uchun mana shu xodimlaringizni Shehzod Qutbiyev, mana shu xodimlaringizni ustidan xizmat tekshiruv o'tkazishingizni so'rayman buni. Lekin mana shu Suyun Xushbaqib Suyun degani mana shu yigitlar o'zi asli bir zamonlar kelganda bu hokimiyatdagi e'lonlar bo'yicha bir ikkita ishda odam jo'natgan, endi hamma joyda endi e'lonlarni o'zgartirish bo'yicha yurganda bular ham qo'shilib kelib qolgan edi bir safarlar. Keyin nima gap desam, mana bu dedi kirilcha yozilib qolibdi, bu dedi latincha bo'lishi kerak dedi. Men aytdim, kirilcha ham bor bu yerda, latincha ham bor dedim. Mana kirilchani yo'qotasiz deyapti. Kirilchani bu deyapman 40 dan kattalar, 50 dan kattalardir balkim.
Kirilchada o'qigan, Saudiya Arabiyada kirilchada o'qigan. Bularga ham tushunarli bo'lsin. Ko'zi ojizlarga bir bunday, даже ko'zi ojizlarga bir udobsa qilib qo'yamiz-ki, arabada yurgishlarga bir magazinlar qilishga bir udobsa qilamiz-ku. Bu yozuv bilan o'zbekcha yozilgan bo'lsa, ruscha yozilmagan bo'lsa, bitta kirilcha yozsang, shularga bir manfaatli emasmi? Bechora ular ham bir yoshim endi shuncha bordim, banaga latinchami nimaga o'zgartirib endi uni boshqatdan o'qib chiqishi kerak emasdir shularga. Nimasini buni qiynaysan? Kirilcha o'qidi, tagida latinchani yoshlar o'qiyversin. Kirilchani tepadan bular o'qiyversin. Keyin shunday desam, yo'q dedi buni olasiz. Yo'q dedim. Sen dedim, o'zlaring ishlaring nima dedim bunga. Mana shu suyinlarga aytdim, soliqchilarga aytdim. Ishlaring o'zi nima sizlarding dedim. Sizlarni soliq yig'ish, shu davlat g'aznasini to'ldirish bo'lsa dedim, sizlar bu reklama sohasida nima qilib yuribsizlar sizlar dedim. Dedi, hokim buyurdi. Hokimiyatdan bizlarga buyruq bo'lgan, falon bo'lgan, iston bo'lgan deyurdi. Keyin aytdim, sizlarga bitta yordam qilayin dedim. Shu zot Qutbiy bo'lsa kerak, shu payt ham bir yillar oldin bo'lsa kerak. Shunday bir yillar oldin telefon qildim. Soliqchilarga men aytdim, bu dedim soliqchilar dedim o'zini ishini qilsin dedim, soliqchi kelib turib bitta soliqchi keladi, hokimiyat kelib ketgan. Bu soliqchi meni 3 kun 4 kun bezor qildi. Kirilchani olasan, palonchani olasan. Men aytibman, reklamaga pulim ketgan. Reklama qilganman-ku. Reklamani pulini ber deyapman, endi asam chiqyapti-da, nimaga aralashganiga. Keyin shu bilan bular soliqchilar u yoqdan keldi. Rahmat, baraka topinglar. Kelgan bolalarga aytibman, mayli, keldi. Haqiqatan bildida aytdi. Kim sizlarga bu narsani buyurdi? Bular aytolmaydi. Qo'rqoqda boyaga aytayapti endi, bir shunday bu vaziyat keldi, respublikadan topshirib bo'lgan ekan, mujmal qilyapti. Keyin bularga hayfsan berdi. Hayfsan berdi. O'zingda ishingni qilishing kerak. Hayfsan bergandan keyin bular ozroq husumati ham bor-da, bularda husumati bor. Men husumat menga nima qilishingdan men qo'rqmayman. Shu dunyoga shu Alloh taolo bizga umr berdi. Shu hamma narsa sinov bor. Bu dunyoda tekis ketmaydi hayotimiz. Sizlar menga pul bo'yicha zarar qilarsizlar. Boshqa bo'yicha zarar qilasan. Alloh uni to'ldirib qo'yar. Lekin o'zingga o'zing jabr qilasan, o'zingga o'zing. Eng yomon xalqning norozichiligiga uchraysan ey. Bunaqa uyushtirishlar yo'qotinglar. Uyushtirib zakazne qilmanglar sizlar, qilmanglar. Ikki dunyoni kuydiradi, ikki dunyoni. Sizlarga qayta aytyapman. Shu mansabdor o'tirganlaring borki, bir kuni kelib postdan tushasan-da, shu payt oddiy odam aylanib qolasan. Shu orqangga qaraysan, qaytara olmaysan-da, shu qaytishni xohlaysan, yo'q, iloji yo'q. Shuning uchun Sherzod Qutbiyev sizdan yana bir marta shu masalani yaxshilab xizmat tekshiruv o'tkazman shu xodimlar ustidan chora ko'rishingizni so'rayman noqonuniy xatti harakatlari uchun.